Bolalar nafaqasini tayinlash va to'lash miqdori haqida bilasizmi? Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Hozir men sizlarga tushuntiraman. Bolalar nafaqasi 12 oy muddatga tayinlanadi, biroq oilaning kichik yoki yagona bolasi 18 yoshga to'lgan oyning oxirigacha to'lab beriladi. Bolalar nafaqasi tayinlash uchun ariza zarur hujjatlar bilan birgalikda ariza beruvchining doimiy yoki vaqtincha yashab turgan manzilidagi mahalla fuqarolar yig'iniga taqdim etiladi va ro'yxatga olinadi. Ariza mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan maxsus ro'yxatga olish daftariga qayd etiladi. Bunda ariza sanasi, ariza beruvchining ismi, familiyasi, otasining ismi va yashash manzili ko'rsatiladi va ushbu ariza mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan o'rganib chiqiladi. Bolalar nafaqasi quyidagi miqdorda to'lanadi. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 275 ming so'm, 3 yoshgacha bo'lgan kichik farzand uchun 360 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm, oilaning 3-chi va undan keyingi har bir farzand uchun esa 110 ming so'mdan to'lanadi. Bolalar nafaqasi tayinlangan oilalarda bolalar soni o'zgarganda, ya'ni navbatdagi bola tug'ilganda, 18 yoshga to'lmagan bolalarning biri vafot etganda, farzandi 3 yoshga, 18 yoshga to'lgandan so'ng bolalar nafaqasi miqdori bolalarning tegishli soniga qarab keyingi oydan qayta hisoblab beriladi. Ushbu videoni bola bo'la oladigan tanishlaringizga jo'natib